Do'konimizga har kuni zavoddan toza oltinlar keladi. Bizlarda hammasi zavod, birinchi qo'l obunachilarim. Birinchi qo'l degani bu arzon degani. Qarang, shunday detskiy sirg'alarimiz kelgan ko'p miqdorda. Qarang, bular brilliant sirg'alarimiz ham bor ichida. Xuddi yosh ulug'larning kichaytirib qo'ygan qizlarim bilan bir xil etib taraman deganlar. Keyin ko'p miqdorda komplektlarimiz kelgan. Mana hozir bularni ham to'kisga obzor etib beraman. Qarang, bir xilda har xil grammlari mulk oltin, qashsiz, toza, zavod, puxta, mustahkam qilib ishlangan. Zamoklar ham tirs-tirs ilinadi. Yo'qotib qo'yaman degan xavotir bo'lmaydi. Keyin hozir oldingi istoriyalarimizda vangliflarda aytgan bo'lsam, vangliflarning alohida har xil grammlari ham kelib turibdi. Qizlarimiz ham yaxshi ko'rib oladi. Yana shu komplektni alohida aytib o'taman. Bularni xudo xolasa grammlari bilan keyingi istoriyalarimda tanishtirib boraman. Roza Goldga obuna bo'lib qo'ying, Beruniy Gulshanga obuna bo'lib qo'ying. Eng foydali ma'lumotlar bizlarning kanalda bo'ladi. Keyin qarang, zakazga kelgan bu oltinimiz ham. Keyin Dorikaning toza modeli, qarang, tumaloq, quyoshga o'xshash. Ana shu modelni oldirdik, satdik, mana yana keldi. Bu 585, lekin 750 bilan birga bir ham arzon chiqadi. Narxlar bilan xudo xolasa tanishtirib boraman. Qarang, bu ham keldi zakazga. Birmas hammasidan 5 o'g'lab oldirganmiz. Keyin bizlarga ko'p miqdorda uzuklarimiz keldi. Podarishni uzuklar 25-mayga o'qituvchilarga, Merimi uchun hozir ko'p to'ylarda kelinlarga ko'rimlikka shunday uzuklarimizni taqib turibdi. Bular podarishni uzuklar. Ularning ham narxlari bilan sizlarni tanishtirib boraman. Mana bundan vangliflarimiz bor ekan. Bular 750lar. 750larning ham katta ko'rinishdagilari keldi. Mana. Gurmetlarimiz ham kelib turibdi. Bu qutimizdan ko'p oltinlarimiz va shuni ta'riflab aytaman alohida. Katta klonlarimiz keldi. Chanel, gurmet, sepuchkalari borlar, ulluq grammli sepuchkalari bor ayol qizlar uchun bu klonlarimizni sizlarga tavsiya qila olamiz. Keyin mayda ko'rinishdagi sepuchkalarimizdan ham ko'p miqdorda keldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mayda sepuchkalarni yaxshi ko'radi ko'p qizlarimiz. Nijniy variantda. Ularning hammasi qizlar uchun kelgan sepuchkalar. Mana. Har birini xudo xolasa alohida obzor qilib beraman. Toza kelgan oltinlarimiz. Mana har kuni shuncha oltin keladi bizlarga, bemalol kelib, arzon narxdagi oltinlarimiz oling. Muddatiy to'lov deysizmi, naqd pul deysizmi, keyin kun oltinda tozasini olaman deysizmi? Hamma variant bor. 12 viloyatga dostavka xizmatlarimiz ham bizlarda mavjud. Kelaverasizlar. Do'konimiz adresini ko'p odam so'raydi. Bu obzor, video obzorimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Roza Gold oltin do'konidan bo'lib turibdi. Ekranda pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Savollaringiz bo'lsa chiqasiz, dostavkalar bo'lsa jo'natib beramiz.